Hindistonlik mashhur aktyor Saif Alixon kechasi o'z uyida qasddan pichoqlandi. Assalomu alaykum, Aftuna TV kanaliga xush kelibsiz. Bugungi dasturimizda Hindistonning mashhur kino yulduzi Saif Alixonga suiqasd uyushtirilgani haqida ma'lumot taqdim etamiz. Videoga like bosib, ekranni kattaroq qilib oling. Bugungi dasturimiz boshlandi. Kuni kecha Hindistonlik mashhur aktyor Saif Alixon o'z uyida qasddan pichoqlandi. Bu haqida BBC News xabar berdi. Qayd qilinishicha, Saif Alixonning Mumbay shahridagi uyiga kirgan noma'lum erkakni ko'rib qolgan Saif Alixon unga qarshilik qilishga uringan va pichoqlangan. Hozirda politsiya tomonidan tergov ishlari amalga oshirilmoqda. Xon operatsiyadan chiqdi va xavf ostida emas. Hozir u shifokorlar nazorati ostida tiklanmoqda. Saif Alixonning rafiqasi Karina Kapur bu haqda hech qanday bayonot bergani yo'q va Xon bilan hammasi yaxshi ekanligini ta'kidladi. Hujum tafsilotlari hozircha aniq emas. Politsiyaning aytishicha, aktyorning uyiga kirgan noma'lum erkak talon-taroj qilish maqsadida kirgan, ammo uning rejasi amalga oshmagan va voqea joyidan qochgan. Ma'lumot uchun, Saif Alixon 1970-yilda tug'ilgan. 1993-yilda Bollivudda debyut qilgan. Uning mashhur filmlari orasida Oshiq qalblar va Ertangi kun keladimi kabi romantik komediyalar, shuningdek Tanhaji va boshqa jangovar filmlari bor. Voqealar rivojini biz bilan kuzating. Sizga Saif Alixonning ijrosidagi qaysi filmlar ko'proq yoqadi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Ko'rishguncha.